Assalomu alaykum do'miklar o'z kanali kuzatuvchilari. Bizda 12 metrlik hamda 6 metrlik konteynerda qo'shib ulab qilib bera turgan obyektimizga kelganmiz. Obyektimiz joylashgan joy Farg'ona viloyati Buvayda tumani Gul qishlog'ida. Bunisi 6 metr, 6 metrlik ulangan holat mana. Keyingina bir mehmonxona bo'lgan, ikkita rom qo'yilyapti. Devorlar dekor MDF Patrover dekor plast, o'tib liniyalari bir sloy minimata, bir sloy penoplastdan bo'lyapti. Bu mehmonxonamiz bitta kichik oila uchun bu tarafda 12 metrlik konteynerni kesib 10 metr qilganmiz. 10 metr qilib bu tarafga 4 metr o'tgan. Asosiy yashaydigan uy qilinyapti. Bunisi kirishimiz bilan 10 qo'lda sanuzel, rakovina, ariston, dushovoylari, komplet hamma narsasi bilan qilib beramiz. Bunisi oshxona sifatida ishlatsa bo'ladi. Bu tarafda mana spalni yana 6 metrlikda qolgan ulangan joyi. Devorlar MDF dekor, o'tib liniyalari shu minivata hamda penoplast, razmerlari 2.30 dan tushgan. Elektrik montajlari, suv montajlari to'liq holatda. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz. Telefon qilasizlar, narx-navolarni kelishib, vodiy bo'yicha, vodiy Toshkent bo'yicha ham chiroyli qilib yasab olib borib beramiz. Hozir eshik derazalar kelgan, uстановkaga xudo xolasa bitgandan keyin ham to'liq bir videosini qilib beramiz. Do'miklar uz kanal orqali bizni kuzatib borasizlar.